mana shunday bir rahmdillik bilan qaragan, yordam bergan insonlarni Alloh taolo darajasini ko'tarib qo'yadi. Martabasini ulug' qilib qo'yadi. Abu Bakr Siddiq roziyallohu anhular, Abdurrahmon ibn Avf roziyallohu anhular Alloh taolo ularga dunyo bergan edi. Shunday xayr saxovat qilib, bugun mol dunyosini Alloh yo'lida ihson qilib o'sha muhtojlarga berib borsalar, ertasi kuni yana ziyoda qilib, yana ko'paytirib Alloh taolo o'rnini to'ldirib borardi. Ana Xudoyim qanaqa Xudo. Alloh mardni yaxshi ko'radi. Mol dunyoni bosib hidiga chidamay yotganlar bor. Shu pulini sassig'iga hidiga chidamay yotganlar bor. Bitib ketgan. Endi oshib ketgan, toshib ketganlar bor. Shuni yaxshi eshitib olaydi. Bu dunyo g'animat. İnsaniyat o'tar dunyodan albat. Qilgan ishlari qoladi faqat. Imoratlar quramiz qavat. Sezmaymiz o'lim kelayotgan soat. Odamlar ikkita nom qolar ekan. Birinchisi qanaqa odam edi desa, Alloh rahmat qilsin, yaxshi odam edilar. Sahiy odam edilar. Ibodatli, toza, mukammal odam edilar. Birovga bir yomonlik qilganlarini, birovni dilini ortganlarini, birovni burnini qonatganlarini, birovni yozganlarini, chizganlarini ko'rmaganmiz. Yaxshi odam edi. Qo'lidan kelgancha yaxshilik qiladigan odam edi degan husn nom. Mana shunaqa nom qoldirib ketishni Alloh nasib qilsin. Qanaqa odam edi deb so'rashganda, qo'yinglar eslamaylik, yomon odam edi, iflos odam edi. Qutulganimizga shukr. Juda bir zolim, iymonsiz odam edi. Ziqna odam edi, baxil odam edi degan badnom qolishlikdan Allohning o'zi asrasin. Alloh rahmat qilsin ustozimiz Fozilxon domla, Fozilxon qori domla rahimahulloh. Alloh rahmat qilsin ustozimizni. Mana shunday ulug' kunlarda eslab o'tishni xohladim. Bitta chiroyli so'zlari bor edi, bir hikoyat deb beruvdilar. Bo'lgan voqeaviy hikoyat. Toshkent tarixida Vali Hojiboy degan inson bo'lganlar ekanlar. Vali Hojiboy degan. Buni eskilarimiz, ota-bobolarimiz juda yaxshi tanishadi bu odamni, bilishadi. 1933-yillarda o'sha ocharchilik, qahatchilik bo'lgan vaqtida, rahmatli buvimlar aytadilar, bolam, qimmatchilik bo'lsa ham bo'lsin, mayli-ku-ya, qahatchilik bo'lmasin. Qahatchilik degani azizlar, pulingizga ham topa olmaysiz. Qo'lingizda pulingiz bor, non yo'q. Topa olmaysiz. Haligi qozoqlarda bir un bor. Dehqon bobo degan un bor. O'sha dehqon bobo unni qopini ustiga bir to'rtlik bir she'r yozib qo'yishgan ekan. Men yaqinda bir ko'rdim. Arpa biday as ekin, oltin kumush tas ekin. Uni tarjimasi. Arpa bug'doy osh ekan, oltin kumush tosh ekan. Qarang, ocharchilik ko'p qolsa, Xudo asrasin, u bosib qo'ygan oltini bir tosh bilan barobar uni yeb bo'lmasa, lekin arpa bug'doy bu rizq, non, nasiba. Mana shu to'l qator shu she'r shu ocharchilik paytidan kelib chiqqan she'r, xalq orasidan, xalq og'zaki ijodidan kelib chiqqan she'r bu. Odamlar ocharchilik davrida, o'sha davrlarda xalqi boshiga kelgan bu qora bulut, Xudo asrasin, bunaqa kunni ko'rmasin xalqimiz. Ocharchilikda kunjara yeb, qarang, kunjara yeb, bu mol yeydigan yeb, kunjara yeb qorni shish bo'lgan ekan odamlar. Hazm bo'lmaydi kunjara. Ko'chalarda o'liklar taxlanib yotar ekan. Hammasi ochlikdan o'lgan. Mana shunday vaqtda Vali Hojiboy degan zot uylarida 4-5 ta katta do'sh qozonda atala qaynatib xalqqa shuni tarqatar ekan. Och xalq kelib o'z bola chaqasidan yeb ketar ekan. Vali Hojiboy uyida. O'zlari ko'rinmay turar ekanlar, bir riyo bo'lib qolmasin deb. Mana qanday zotlar bo'lgan. Toshkentimizda
Navoiy kinoteatri bor, opera balet teatri. O skver tarafda. Mana shuni o'rnida Piyon bozor degan joy bo'lgan ekan tarixda. Piyon bozor. Piyon bozor degani alkashlarning bozori. Alkash bo'lmishlarning bozori Piyon bozor. Ana o'sha Piyon bozori buzilishida butun boylarni, ahli ilmlarni olib kelib o'sha yerda mardkor qilib ishlatgan ekan sho'rolar. Sho'ro askarlari olib kelib o'sha yerda tozalamabdi. Hammasini yoqib qo'y. Bo'ldi, balinaqa so'kib haqorat, tahqir so'zlar bilan haligi ahli ilm odamlari boylarni olib kelib o'sha yerda ishlatgan ekan. Shunda Vali hoji boyni olib kelishgan ekan. Vali hoji boyni olib kelib o'sha yerda halinaqa tozalattirib, ishlatib mardkor qilib ishlatib turgan vaqtda o'sha harbiylarni rahbari kelib qoladi. O'sha NKVDning rahbari kelib qoladi va Vali hoji boyni ko'radi. Juda ta'sirli hikoya azizlar. Iltimos oxirigacha eshitinglar. Mana shunda Vali hoji boyni ko'rib, yonidagi askarga aytadiga, kim olib keldi bu odamni? Biz olib keldik. Bu yoqqa chaqirdilar. Yonlariga chaqirib olib, ota siz meni tanidingizmi? Yo, tanimadim. Uzr, o'rtoq boshliq, men sizni tanimadim deganlarida, men sizni juda yaxshi taniyman. Yoshligimda otam o'lib qoldilar. Biz qashshoq kambag'al yashardik. Ocharchilik payt. Otamni ko'mgani hech imkoniyatimiz yo'q. Mablag'imiz ham yo'q. Borib ko'rib kelishga quvvatimiz ham yetmaydi. Otam o'lib yotibdilar. 13 yashar bolaman o'shanda. Shunda onam aytdilarki, bolajonim, borani ko'chani boshida Vali hoji boy degan odam yashaydi. Shu odamga aytgan, otangni ko'm beradi shu odam. Ochman, kun sovuq, oyog'imda yirtuv kalish, elimda ishtonim ham yo'q. Otamni eski yirtuv to'niga o'ranib olib, uyingizga borib eshigingizni taqillatdim. Eshikni ochdingiz. Yelkangizda sochib, qo'lingizda obdasta tahorat qilib turgan ekansizmi? Ha, ke bolam dedingiz. Yig'lab aytdimki, otam o'lib qoldilar, otamni ko'm bering deb yig'ladim. Bola to'g'ri tushuntiradi, unaqa kattalarga o'sha aylantirishni bilmaydi. To'g'ri gapiradi bola. Shunda darrov ichkariga meni olib kirdingiz, pechkani oldiga o'tqizdingiz. Choy berdingiz. Kalla qand berdingiz. Kalla qand u paytda boylarning uyida bo'lganingizda, kalla qand. Kalla qandni qirtillatib, sichqonga o'xshab chaynayapman. Hayolimda oilamizda onam, uka singillarim bor, shularga olib borishim kerak deb o'zimcha saqlab qo'ymoqchiman shu kalla qandni, ularning nasibasi deb. Shunda otamni dafn qilib berdingiz, borib. Oilamizdan xabar olib turdingiz, ummi yomi maylinda yeguli yuborib turdingiz. Onam ham dunyodan o'tdilar. O'zim va uka singlim bilan bolalar uyida katta bo'ldik. Dorul Aytom bolalar uyida katta bo'ldik. Uylandim, o'qidim, mana harbiy bo'ldim. Mana NKVDda rahbarman. Shu paytda biza sizdan yaxshilik ko'rganmiz, yomonlik ko'rmaganmiz ota. Mani bolalarim bilmasdan sizni olib qo'yib, u yoqqa olib qo'yibdi, qo'yingizni kelmasin, endi boshqa ovora qilishmaydi sizni deb soldatini chaqirib bu odamni uylariga hurmatini qilib olib borib qo'ygan. Boshqa bu odamni ovora qilmaydi degan so'z yetadi. Bu rahmatli ustozimiz Fozil qor akamni voqeaviy aytib bergan hikoyalar. Qarang azizlar, davrni aylanib kelishini, bilib bo'lmasagan inson ertaga kim bo'lishini. Vaqt kelur, shohlar gado bo'lur, gadolar shoh bo'lur, bilib bo'lmasagan bu dunyoni.